Kechga yaqin zerikib o'tirganda Islom og'a telefon qilib lag'monga taklif qilib qoldilar. Mana o'ylab o'tirmasdan yo'lga otlandim. Ilon ota masjidi yonidagi ayrim saydigan oshxonaga keldik. Oshxona juda ham shinam ekan. Boshlanishiga bitta qoshon yeymiz dedilar. Qoshoni nima ekan desam, qovurilgan manti ekan. Xullas belishini egizib ketsa ham bo'ladi. Lekin ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Ichi to'la sifatli qiyma solingan. Faqat xamir chaynamas ekansiz. Qoshonchani tugatmas lag'mon ham keldi. Ko'rinishiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Kosaga alohida mehr bilan terilgandek xuddi. Ishtaha bilan lazjanni quyib tursam, Islom og'a deb qoldilar-yu. Biratto vahimasidan endi qanaqa yeyman deb turganda, mayyo normalniy, hammasi cho'tki. Lag'monni xamirlari ham dirkillagan ekan. Och qolganimgami lag'mon shirinligiga ham 2 minutda hal qildim hammasini. Bu vaqtda Islom Murat lag'monlarni sanam yeyotganlari ham ozgina orqada qolgan ekanlar. Ovqatdan keyin